Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkinchi video tan narx hisoblash bo'yicha, ya'ni mahsuloti tan narxi juda muhim. Yana qaytarib aytamiz. Bu galgi misolimizda sal murakkabroq, har xil mahsulotnikini chiqaramiz. Savollar bo'lsa kommentlarda yozinglar. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Qani boshlaymiz. Bizani misol o'sha Turkiyaga borib, kiyim-kechak olib kelib sotmoqchisiz. Shunaqa misol olamiz. Eng oddiy, eng osoni. $10,000 pulingiz bor. $10,000 ga xarajat qilishni boshladingiz. Ya'ni Turkiyaga ketasiz, aviabilet, otel va hokazo. Mana hammasini qo'shganingizda $960 xarajat qildingiz. Mana bu $5,120 lik mahsulotga. Endi biza nima qilishimiz kerak? Mana bu mahsulotlar, kurtka, etu, mana olingan narxlari. Mana shu olingan narxga mana $960 chochib yuborishimiz kerak. Xarajatni qo'shishimiz kerak. Buni biz formula orqali chiqaramiz. A bu xarajat, bo'lu B ga mahsulotga, ko'paytiruv C ga 100% ga va barobar X chiqadi, bu xarajat foizi. Buni endi mana $960 xarajatimizni bo'lamiz $5,120 mahsulotga, ko'paytiramiz 100% ga. Shunda har bitta mahsulotning narxiga 18.75% qo'shilishi kerak. Kurtka, bo'sta olamiz. $30 ga 18.75% qo'shsangiz $35.63 bo'lyapti. Ko'rdinglarmi? $5.63 ga qimmatlashdi. Mana $960 teng bo'lib yuborayotganingiz uchun mahsulotga. Shunda mana hammasining narxi o'zgardi. Mana $50ligingiz 59.38 bo'ldi, 20 23.75 bo'ldi. Mana 18.75%, ya'ni mana $960 hozir mahsulotga chochib yubordingiz narxiga. Ana endi bu narxga yana xarajatimiz bor. Bu hali tan narx tayyor bo'lmadi. Bu xarajatimiz bu kargo. 1 kilo kargoga siz $7 to'laysiz deb oldik misol. Buni nimaga biz alohida hisoblayapmiz? Sababi bu og'irlik bilan o'lchanyapti. Ya'ni og'irligiga to'layapsiz. Bizda mahsulot har xil, og'irligi ham mana har xil. Shuning uchun individualniy buni bu xarajatni alohida chiqaramiz. Xo'p, buni mana shu kurtkada misol qilib olib ketamiz. Kurtka bo'lsa 24 dona, bir donasi 300 grammdan. 24 ga ko'paytirsangiz 7 kilo 200 gramm chiqyapti. Og'irligi mana shu 24 ta kurtkangiz. 7 kilo 200 grammni siz $7 kilosiga berib, $50.40 to'lab Toshkentga olib keldingiz. Shunda mana hamma mahsulotingiz rasklari shu. Mana bittadan yozilgan shu. Mana bittadan og'irligi, kimdirniki 400 gramm, qaysidirniki mana 150 gramm og'irligi. Shuni mana ko'paytirib chiqqanda mana umumiy og'irligi 43.6 bo'ldi. 43.6 ni $7 ko'paytirsangiz mana 305.2 chiqib keladi. Va narxi ham chiqib keldi mana 305.2. Endi buni nima qilamiz? Biz mana shu kurtkaga og'irligiga $50.40 to'lagan bo'lib hisoblangan bo'lsa, buni biz 24 ga bo'lib olsangiz, donaga har bitta donasiga $2.10 dan qo'shilishi kerak bo'lyapti. Shunda biz mana bu 305.2 ni mana bu yerga gram bo'yicha bo'lib yuboryapmiz. $2.10 mana bu pulga qo'shiladi. 35.63 ga. Shunda 37.73 mana endi tan narximiz chiqib keldi. Tushundinglarmi? Nima qildik biz? $5,120 lik mahsulotga $960 xarajat qo'shdik va $305.20 avia kargo misol xarajatini bunga qo'shdik. Bu yerda mana grammaj bilan qo'shdik, bu yerda pulini formula bilan qo'shib yubordik. Ko'rdinglarmi? Endi mana bu $30 ga olgan kurtkangiz 37.73 tan narxi chiqib keldi. Buni yana matematik o'zimiz tekshirib olamiz. Itogini 37.73 biz ko'paytiramiz 24 ga. Mana tan narx oxirisida chiqqan xarajatlar qo'shilganini 24 donaga
ko'paytirsangiz $905.40 chiqyapti. Mana shuni to'plamini hisoblasangiz $6,000,385.20 chiqyapti. Bu sifra qayerdan chiqqan? Bu $960 bilan $305.20 mahsulotga qo'shganda mana shu summa chiqib keladi. Ya'ni biz buni foizda 20 qo'shib yubordik, mana shu summa chiqib keladi. Ya'ni bu hisobingizni tekshirib olish uchun. Hammasi to'g'ri chiqadi, kalkulyatorda tekshirib olsanglar bo'ladi. Endi oxirisida o'zimiz ham pulimizni bir hisobini qilib qo'yamiz. Ya'ni $10,000 bilan ish boshladik. Undan siz $960 mana xarajat, $5,120 mahsulot, ya'ni $305.20 bu kargoga to'ladingiz. Общий mana $6,385.20 ketqizdingiz. $3,614.80 sizlarning qo'lingizda qolishi kerak. Agar shu chiqsa, значит sizni biznesingiz to'g'ri ketyapti, hisobingiz to'g'ri ketyapti, hammasini to'g'ri boshlayapsiz. Agar mana shu hisoblar bo'lmasa, unda hisobingiz noto'g'ri ketayotgan bo'ladi. Bu yerda endi nima aytmoqchimizki, hozirgi murakkabroq hisob-kitob bu agar qo'lingizda packing list bo'lsa, ya'ni upakovочный list deydi buni, har bitta mahsulotingizda %100 danniylari bor. Nechi gram, nettosi, bruttosi, kubi, og'irligi hamma danniy bor. Ya'ni og'irligi ham, narxi ham, hajmi ham bor. Ana unaqa qog'ozda siz mana bunaqa точный tan narxini chiqara olasiz. Endi bizning praktikada qanaqa? Biz hali aytganimdek ilmiy kirayotganimiz yo'q. Mana jaydarasiga xalq tushunadigan qilib tushuntiryapmiz. Hozir siz misol Turkiyaga borsangiz, misol Laliligami, Osmonbeygami, qaysi bozoridan mahsulot olsangiz ham sizni qo'lingizga faqat o'sha nomi, soni, narxini yozib beradi, bo'ldi. Boshqa qanaqa danni yo'q. U danni bilan siz olib kelib uni bunaqa hisob qilishingiz uchun har bittasini uyda tortib, gramini chiqarib, nettosini, hali korobkasi bor, bruttosi bor, hali kargochilarning misol korobkalari bordir, ularni qo'shishingiz kerak. Siz unga ham hisob qilgansiz. Общий og'irligi to'lab yuborasiz o'tda, misol o'sha $7 dan. Buni fizически qilish qiyin bo'lishi uchun biz Instagramda buni haligi formulamizni общий berib yubordikki, hali yo'dan ko'ra вообще noto'g'ri olib ketmaylar-da. Shuni hammasiga bir xil bo'lib bo'lsa ham tan narx chiqarib olinglar. Ya'ni og'irlikka og'irlik, hajmga hajm qilish imkoniyati bo'lmasa, shu formula orqali hamma xarajatingizni qo'shingda, bo'lib yuboring degan maqsadda shu videolar olindi. Bizga shu bir moliyachi akamiz komment yozgan ekanlar. Yaxshi bo'ldi bu. Mana biz mana shu videoni bir ko'rib, ular ham bir xulosalarini aytsalar, biz xursand bo'lamiz. Savollar bo'lsa yozinglar, erinmanglar. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bu oddiy o'zini bir biznes boshlayman degan xalqimizga, hali praktikasi yo'q, hali unaqa ko'p narsani bilmaydigan odamlar uchun qilyapti bu. Tabiiyki biladigan biznesmenlar yoki moliyachilar uchun emas bu video. Shuning uchun uni hamma biladi-ku deb yozishlarni foydasi yo'q. Bu bilmaydiganlar uchun. Rahmat kattakon. Savolingiz bo'lsa yozinglar. Instagramga, YouTube'ga farqi yo'q. Rahmat.